Mijozlar beradigan qiziq savollar va ular kutadigan javoblar. Akajon, chilim suvini o'rniga konyak qo'shsa nima bo'ladi? Mijoz kutadigan javob. Vay aka, pizdaj bo'ladi. Bitta chakasiz, osmonda uchib yurasiz. Shunaqa kayf beradi, uyingizni topolmay qolasiz. Biz beradigan javob. Kalanga konyak qo'shadigan bo'lsak, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Shunchaki ko'ngildan aytadi. Undan chiqadigan alkogol hidi ko'ngilni juda ham aynib tashlaydi. Akajon, chilima nos qo'shsa nima bo'ladi? Mijoz kutadigan javob. Aka, nos qo'shasiz-ku, miyangiz ikkiga ajraladi, ertalab ko'zingizni ochsangiz ariqda ichida ajdarho bo'lib yurgan bo'lasiz. Biz beradigan javob. Kalanga nos qo'shadigan bo'lsak, u hech qanday karomat ko'rsatmaydi. U shunchaki ko'ngildan aytadi. Na krepki, na lёгкий qilmaydi. Akajon, chilima Red Bull qo'shsa nima bo'ladi? Mijoz kutadigan javob. Aka, kalanga Red Bull qo'shsangiz sizni tok uradi, energiya kiradi. Aka, hayotingiz restart bo'lib ketadi. Shuni stolda o'tiribsiz, kalanga chaqyapsiz, birdan tomga chiqib qolasiz. Biz beradigan javob. Kalanga Red Bull qo'shgandan ko'ra suv qo'shgan yaxshi. Red Bull chunki kimyoviy modda bo'lgani uchun yaxshi filtr qila olmaydi. Eng zo'r filtr bu suv.